Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir yangi vakansiyalarimiz bor. Albatta bu vakansiya Slovakiyadan. Bu vakansiyalarni yetkazmasdan oldin azizlar, doimgidek kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Bundan tashqari, ya'ni shaxsan Zoir aka sizga bog'lanmoqchiman deydigan bo'lsangiz, mana Instagramda sayohat olami deb yozsangiz chiqadi. Duruza tashlab turib menga lichkamda yozishingiz mumkin. Va yana doimgidek aytamanki, vaqtim bo'lganda javob beryapman do'stlar. Doimo hammaga yetishishlikni o'zi qiyin masala. Shuning uchun qo'lman kelgancha realniy bo'ladigan insonlarga men javob beryapman. Haqiqiy bir kelaman aka deydigan, hali gapni aylantirib, hali bu degan odamlarga unaqa zerikib ketib, oxiri keyin boradi, tashlab chiqib ketib boryapman. Qolganlarim qolib ketib qolyapti, to'g'risi, mana shunaqa bo'lib. Xo'p, bundan tashqari do'stlar, yana bizga bog'lanmoqchi bo'layotganlar, Telegram gruppamiz mana turibdi. Telegram gruppamizni QR kodini qo'yib qo'yapman do'stlar. Agar telefoningizda, telefonim ham biroz bir singan, unga nimasiga qaramaysizlar. Xullas, telefoningizda QR kodini o'qiydigan bo'lsa, shunday ekranga mana shu olib kelib turib QR kodini o'qitadigan bo'lsangiz, avtomatik bizni gruppaga olib kiradi. Yoki bo'lmasa mana tag tomonda turibdi. Ya'ni kichikcha sayohat olami taktiri uz deb yozadigan bo'lsalaring chiqadi bizni kanallarimiz. Bundan tashqari do'stlar, ba'zi bir Telegramda eskidan men Telegram gruppamizni linkini, ya'ni silkasini o'zgartirganligim uchun ba'zilar mana shu silkani olgan hozir. Ba'zi bir videolarimizda eski nimamiz silkamiz qolib ketganligi uchun birovlar kopiyalab olgan buni. Agar shu eski nima bo'lsa, sayohat olami deb ochib olgan, ular ham bizni nomimizdan bular mashinnilik qilib yuribdi. Ehtiyot bo'lishlaringni sizlardan so'rab qolaman. Bu ham ehtiyot bo'laveringlar. Bizi Telegram gruppamizda 17 ming, 18 ming atrofida odam bor do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. Shuning uchun ham mana shu Telegram gruppada to'g'ridan kirsalaring bo'ladi. Telegram gruppaga kirganlardan keyin birov yoza olmaydi, hech kim yoza olmaydi. Faqatgina erta biz yangi vakansiyalarni qo'yib kelamiz xolos. Bundan tashqari Telegram silkamizni ashakka qo'yilgan Shuhratbeydagina, shunga ustiga bossalaring o'zi avtomatik Shuhratbeyni profiliga olib keladi. Shu profildan to'g'ridan yozaverasizlar do'stlar. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman do'stlar. Albatta xabarlaring bo'lsa, biz Nodirbek ukamiz bor edi. Bu bilan biz ishlamay qo'ydik. Ya'ni ancha vaqt bo'ldi, ishdan chiqib ketdi. Ya'ni ishlamay qo'ydik derkan, ya'ni ishdan bizdan chiqqan xullas. Xabarlaring bo'lsa, shuning uchun ham Nodirbek biz bilan birgalikda ishlamayapti. Yani bundan ham xabarlaring bo'lsin. Xo'p, biz faqatgina shu Shuhratbek bilan davom etyapmiz, qo'limizdan kelgancha shu xalqimizga Yevropaga kelishlikka sababchi bo'lishga. Xo'p do'stlar, endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsak, Slovakiyada yangi vakansiyalarimiz bor do'stlar. Bizga yangi vakansiyalar kelgan. Bulardan Volkswagenga, ya'ni 10 kishi talab qilingan, oyliklari 1000 yevrodan boshlanadi. Ishingizga qarab keyinchalik 1200-1300 yevrogacha bular chiqadi, oyligi shunday bo'ladi. Endi dollarga albatta o'zlaring ko'raverasizlar, 1000 yevro qancha dollar bo'ladi. To'g'ri, 1000 dollardan oshib ketadi, ancha-muncha oshadi. Bunga xabarlaring bo'lsin. Hozirgi kunda dollar juda ham bir tushib ketgan. 8 soat ish bo'ladi, yotoq beriladi do'stlar. Qo'shimcha soatlar alohida to'lanadi, ya'ni bundan ham xabarlaring bo'lsin. Talablari rus tilini albatta bilishlaring kerak bo'ladi. Yosh chegarasiga keladigan bo'lsak, 25 yoshdan 45 yoshgacha qabul qilinadi do'stlar. Pasportda kirdi chiqdi albatta do'stlar, yana bir narsa borki, bizni bergan ta'limotlariga yaxshilab bir quloq solishlaring kerak bo'ladi. Rossiyada yurgan bo'lsalaring, iloji boricha pasportni yangilab topshirganlaring yaxshi. Agar sizda pechat bo'ladigan bo'lsa, bir rossiyskiy pechatlar bo'ladigan bo'lsa, kirdi chiqdilar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha bularni yangilasalaring yana ham yaxshi bo'ladi. Atkazlar kamroq bo'ladi do'stlar. Shundan xabarlaring bo'lsin. Xo'p, ikkinchi vakansiyamizga o'tadigan bo'lsak do'stlar, ikkinchi vakansiyamiz ham Slovakiyada Yevropa bo'ylab xalqaro yuk tashish, ya'ni dalniboy vakansiya, ya'ni fura vakansiyasi bor do'stlar. Yangi Renaultlar, ya'ni mashinalar shunday bo'lishi kerak. Kuniga 80-100 yevrodan ishlaysizlar do'stlar. Oyingizga 12000 kilometrdan ko'proq yuradigan bo'lsalaring, albatta yana qo'shib beriladi. Ya'ni bundan ham xabarlaring bo'lsin. 100 yevrodan ham teparoq olishlaring mumkin. Endi albatta vaziyatga qarab turib do'stlar. Ya'ni o'rtacha o'zi oyliklarga keladigan bo'lsak, o'rtacha oyliklari 2500 yevrodan to 2700 yevrogacha, ya'ni o'rtachasi shunday do'stlar. Ya'ni xabarlaring bo'lsin. Ya'ni 3000 yevro ham olayotganlar bor. Endi ular juda ham ko'p yurib,
ana shu oyiga 12 ming kilometrdan ko'proq yurgan insonlar albatta shu 3 mingdan ham tepa olishlari mumkin. Prinsiplari: refrigerator, standart tent, samosval, bochka. Shunga o'xshagan bir haligi mashinalarni minishlaring mumkin do'stlar. Endi hali beri bizga rasmlarini tashlagani yo'q qanaqaligini. Biz ham shu tashlab qo'ygani shular. Shundan to'g'ridan o'qib beryapman. Ba'zan bir tushunmovchilik ham bo'lishi mumkin. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Oylik yurish taxminan, ya'ni 12 ming kilometr. Taxminan mana shu 12 ming kilometr bir oyda yurasizlar. Firma servisi do'stlar yangi haydovchidan ta'mirlash bilan shug'ullanmaydi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Sizlar ya'ni mashina buzilsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, ta'mirini sizlar qilmaysizlar. Yani albatta ta'mirchi o'zlari kelib tuzatishadi. Qizil qog'oz chiqqungacha Slovakiya davlatidan bir qizil qog'oz o'zi berilar ekan. Bu qizil qog'oz chiqquncha yana refrigerator deyapti. Refrigeratorda ishlash mumkin ekan. Do'stlar, shu haligi yilda shu nima berib turishadi. Menimcha yo 6 oyda yoki buni bir to'liq bir yozmaganligi uchun sizlardan uzr so'rayman, chunki haqiqatan ham bu to'liq kelmagan menga. Ta'tilli misol yoki yilda 25 kun, ya'ni 1 oy beriladi yoki bo'lmasam shu 6 oyda 25 kun beriladi. Ya'ni bundan xabarlaring bo'lsin. Talablari C kategoriya bo'lish kerak do'stlar. Xalqaro yo'nalish tajriba albatta bo'lish kerak do'stlar. Ruscha yoki inglizcha gaplashalasalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin til bilmaganlarga albatta yo'q. Inglizcha bilsalaring eng zo'ri, hech bir yerda qiynalmaysizlar. Ruscha biladigan bo'lsalaring ham ancha-muncha haligi ish yo'natadiganlar sizlarga WhatsAppdan boshqa narsadan adreslarni tashlab beradi, boshqa qiladi, ovoz tashlab turadi, bu yoqqa borgin, bu yoqqa borgin deb. Shuning uchun ham rus tili ham talab qilinyapti. Mas'uliyatlik, aniqlik, yoqilg'ini tejab haydash, mana shu endi talablari bor do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. Kompaniya tomonidan taklif qiladigan barqaror to'lov, albatta to'lovlarni vaqtida to'lov qilinadi deyapti. Rasmiy ishga qabul albatta qilinadi. Qulay ish sharoitlari qilinib beriladi va bundan tashqari texnik yordami ham sizlarga yordam qilinadi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Xo'p, bu vakansiya bo'yicha do'stlar 20 kishi hozir mana shu Fura C kategoriyasi borlarga xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol, ya'ni takror aytamanki, menga mana shu Instagramimdan chiqishlaring mumkin yoki bo'lmasa mana shu Telegramdan QR kodini o'qitinglar yoki bo'lmasa tagida mana silkasi ham turibdi. Mana shunday silkani yozib turib, to'g'ri yozadigan bo'lsalaring, biz o'zimizning gruppamiz chiqadi. Gruppaga qo'shilib olib, shu yerda butun yangiliklarni ko'rib, nariga nima deydi, kuzatib borishlaring ham mumkin do'stlar. Xudo xolasa mana shu bori qo'limizdagi hozir vakansiya shu. Yana ba'zi bir albatta yana takror aytib o'tayman do'stlar. Hozirgi kunda Slovakiyaga, Polshaga, Latviyaga, Litvaga, mana shu davlatlarga biz priglasheniyalarni qilib beryapmiz. Xabarlaring bo'lsin. Ha, ba'zi vaqtlari Ruminiyaga chiqib qolyapti, ba'zi vaqtlari Serbiyaga ham chiqib qolyapti bunaqa vakansiyalar. Xudo xolasa, etlarga ham yangi vakansiyalar chiqib qolsa, qo'limizdan kelgancha sizlarga yordamchi bo'lamiz. Ya'ni ba'zilar ko'pchilik yozadi qanaqa vakansiyalaring bor deb. Albatta YouTube'da videolarimizni ko'rsalaring, albatta shu oxirgi chiqayotgan videolarni ko'rsalaring, va butun vakansiyalar mana shu qo'limizdagi vakansiyalar do'stlar. Xo'p, hozirchalik hammaning Alloh panohiga bo'linglar, sog' salomat bo'linglar.